Assalomualaikum do'stlar, bizlarda ulkan bereketli joy sotuvga qo'yilmoqda. Nukus qalasi Xumol elatidamiz, ya'ni hozirgi 7-marshrutning konечныйida joylashgan Abad Makan ko'chasindagi usul uglovoy joy sotuvga qo'yilmoqda. Ko'rsatamiz, kelamiz, uyning oldida mana usunday toza навесlarni kecha g'ana qurdirgan ekan. Usul skameyka sizlarga podarka hisobida qoladi. Kelib, qo'noqlaringiz orqayn sirtda o'tirib ishga qarab kiraversangiz bo'ladi. Joyimizning fundamentlari bekkan, mana ko'rib tursiz. Zavodskoy bloklardan suag'arlar, akfayna. Joyimiz yarmi tas kerpish, yarmi ham kerpishdan ko'targan. Uyning oldi kishigirim, bog'i bor, yerigi, aqterek, barliq nallardan yekkan ekan. Kelamiz, mana toza darvozalar. Joyimizning kirgan yeri uslay boshladi. Ulkan kenglikdagi qo'li bor. Ya'ni joyimiz 100% qo'llangan, жақсы материалlardan qo'llangan. Hozirgi vaqtda bu yoqda remont ketyapti. Mana kishigirim ko'rsatib ketamiz. Ko'rib tursiz. Bu yoq proyektda kuxnya bo'ladi. Kengchilikdagi zo'r kuxnyalarning biri. Yaxshi qimmatbaho eshiklardan qo'ygan. Bahasi 700 million, kelishimi bor, payg'asi bor. Qatib qolgan baho emas. Kredit jumslab kreditga olib qolsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda tapchanni shayshab demalib o'tirsangiz bo'ladi. Kengchilikdagi televizor qo'yasiz bu yoqqa. Отопление sistemalari zo'r, ekonomичный. Keng komnatalar ko'rsatamiz. Bu yoqda kishigirim mini zal yamasa, balalar komnatasi qilsangiz ham bo'ladi. Tag'ida keng komnata. Lyustralar podarka qoladi. Gilem mayda shudizatning barlig'ini taslab ketaman deb atar. Xumol elati 7-marshrutning konечныйida joylashgan Abad Makan ko'chasindagi birinchi joy. Toza eshiklar. Ulama 5 komnatadan iborat. Keyingi komnatalarni ko'rsatib ketaveramiz. Ishga kirib mayda shudizatning barlig'ini taslab ketaman deb atar. Teqqana ko'rpeto'sak posudasi bilan chiqib ketaman deb atar. Ajoyib zali bor. Zalda arxayn 40 odamlik qo'noq kutsangiz bo'ladi. Zo'r. Ajoyib lyustralar. Usul joyning usul joy sotiladi, o'sha qanchaga o'tayotgan oldindan aytsangiz, sizga ies tarafidan ulkan bir podarkasi bor. Ya'ni joyimizning qanchaga o'tayotganini aytib ketu kerak kommentariyaga. Mana bu yoqda 5-komnata. Bu yoqda ham ulkan zal yamasa, spalnya qilsangiz bo'ladi. Kelamiz. Tok internet, gazdan hech qanday mashg'ala yo'q. 700 million qatib qolgan baho emas. Xumol elati. Zo'r elat, ajoyib elat. Yeri 6 sotiqqa shamalas. Yeri 6 sotiqqa shamalas. Kelamiz mana. Joyimizda sanuzel bor bu yoqda. Yaqinda ko'targan ekan sanuzellar. Mana kelamiz, ko'ramiz. Bu yoqda mana sanuzel bor. Tualet, banya, ariston, sanuzel barlig'i zo'r ekan. Joyimizda sanuzel bor. 6 sotiqqa shamalas yeri. Ko'ramiz, yuzimning har turli sortlardan yig'ilgan. Basava yuzim ko'p berdi. Ya'ni u yuzimlar gollandskiy yuzimlar, ya'ni Qoraqalpoqda yo'q yuzimlarning biri usul yerda. Buni bozorga chiqarib satsangiz ham yaz oylarida sizga foydamen olib keladi. 6 sotiqqa shamalas Xumol elatida joylashgan uglovoy yerdagi ajoyib joyda ko'rsangiz bo'ladi. Kelamiz, savdolasamiz, 700 million qatib qolgan baho emas. Bozordan 7 degan marshrutimni siz konечныйni tutib qolasiz. Tag'ida Abad Makan degan ko'chadagi uglovoy joyda joylashgan usul joyda ko'rsangiz bo'ladi. Ko'plagan zatlar qoladi, qatib qolgan baho emas. To'menda nomer qoldirib, so'g'an xabarlasin. Bizlarni ko'ruvda davom eting.